Bir xil ustalar shu oddiy kalotkani ham to'g'ri qo'yishni bilmaydi. Oddiy oladi qo'yadi. Unaqa emas, ustalar. Buni to'g'ri qo'yish texnikasi bor. Agar to'g'ri qo'ymasanglar, har bitta mana shu supportiga, detaliga ahamiyat bermasanglar, chiylab, g'irillab, boshinglarni ortadi va o'rtada savdogar, klient juda ko'p jabrlar bo'lib qoladi. Kelish videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga qanaqa qilib to'g'ri qo'yishni o'rgataman va 90% ustalar qiladigan xatoni men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Yangi kalotka alishtirgandan keyin 90% katta rol o'ynaydigan narsa shu bo'ladi. Ko'pchilik ustalar shuni maskalamaydi. Mana sprey ichidan chiqadi akalar. Buni ishlatib, polnik nagarlarni to'kmaydi. Mana hozir bu aytganimdek shu kalotka bugun qayt kelgan vaziyat chiyladi deb biz уже muammosini bilamiz. Shuning uchun YouTube'ga joylaymiz. Mana ichida hech narsa ishlatilmagan. Hamma narsa yangi holatda turibdi. Hozir ochdim men buni ham. Ishlatmaydi-da hech narsani. Keyin nima qiladi? Mana kalotkani olib kel, bu kalotka bo'lmayapti, uni qilyapti, buni qilyapti, o'zidan soqitib qoladi. Lekin o'ziga keladigan tormoz sistema vazifalarini, ritmlarini hammasini ketma-ketligida qilmaydi. Bu narsani 100% javob bera olaman, chunki bir shu yil ichida agar vaziyat kalotkalarni hisobga olsak, o'rtacha 70% shu narsalarni umuman ishlatmaydi, bu narsani ham moylamaydi. O'shani hisobiga juda ko'p muammolar bordi. Shularni yechim qilish uchun biz hozir shuni video olamiz akalar. O'sha oxiri bo'lmadi. Masalan, kalotkalar qaytib kelib yotibdi, bosh og'riqlar bo'lyapti, qaramiz, klientga tushuntiramiz, tushunmayapti. O'shaning uchun hammasini detalli qilib, donalab tushuntirishga harakat qilib o'tamiz. Xudo xolasa shu narsalarni qilgandan keyin aniq kalotka chiylamaydi va g'irillamaydi. Mashinamizni yechib oldik. Birinchi ahamiyat bergan narsamiz super palisi va rezinkasi. Xo'p, birinchi palisdan aytib o'tib ketaman. Chevrolet mashinalarida smaskasi tez tugab qoladi. Shuni hisobiga bu kirib chiqa olmay qoladi. Ichiga musi to'ladi, to'g'ri kirib chiqmaydi va kalotkalar notekis yeyiladi. Notekis yeyilgan sababi millimetr zaza o'ynasa ham, kirib chiqmasa ham chiylagan, g'irlagan ovoz beradi. Keyin mana rezinkasiga ko'pchilik ustalar ahamiyat bermaydi. Yirtilib ketgan bo'ladi ko'pchilikda. Yirtilib ketsa, ichiga kir kiradi, smaskasi qochadi va bu to'g'ri kirib chiqish ishlamaydi. Yarmi kirib, kalotkani bu yoq tarafiga yarmi kirib chiqmasa, kalotka chiylaydi. O'shaning uchun mashina asosiga juda ahamiyatli bo'lib, mana bu spreylarimiz bor, olib, sepib, mana ichiga sepib, yaxshi mana. Ko'ryapsizlar, mana nagar to'kiladi. Bu ham kalotka alishtirgan qilmagan mana ichidan qaranglar. To'la nagar tushadi. Kutsanglar ozginadan keyin mana o'zi qurib, cho'tki bo'ladi. Juda achinarli ahvolda, to'g'risi, ustalar alishtiravergan, qo'yavergan kalotkani bo'ldi, boshqa hech narsasiga qarashmagan, supportlar ham juda achinarli holatda. Yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Mashinalar 100 ming probegdan oshgandan keyin mana bu supportni ichidagi rezinkasini ochib alishtirish kerak, chunki ichi musorga to'lib ketgan bo'ladi. Support porshini to'g'ri kirib chiqmaydi. To'g'ri kirib chiqmasa ham shunda ham chiylaydi. Ko'ryapsizlarmi akalar? Faqat kalotkaga taqalmayapti chiylash. Qo'limdagi super palisi, super porshini, mana ichidagi mana temirlarni ham mana aytib o'tib ketamiz. Misol Chevroletda bunaqa katta muammo emas, lekin misol katta temperaturada qizirib ma'mula bo'shashib ketadi. Bo'shashib ketsa kalotka mana kirdi, kalotka ichi kiradi mana. Kirizamiz. Kalotka ichida o'ynab yuradi. Zazor bo'lib qoladi ma'mula. Yumshab ketgandan keyin zaza bo'lib qoladi. Nima bo'ladi? Kalotka o'rni bilan chaqchi bo'lib qoladi. Aytganimda yana hot spot bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi bu aporni ham hot spot bo'lib ketgan. Mana yarim qora dog' bo'lib. To'g'ri qo'ymaganligi sababli. Mana ko'ryapsizlarmi? Aporning tilidan-da mana. Bu ham mana tili mana ko'rayotgan bo'lsanglar, musor yig'ilib ketgan chetiga akalar. Bu toshda, tosh kalotka. Shuning uchun unaqa chiqmaydi. Atak mana ko'rayotgan bo'lsanglar, cheti yeyotibdi. Bunga nima qilish kerak? Olish kerak, yangi kalotka alishtirib o'tirish shart emas. Ichida kalotka bo'lsa. Xo'p. Yerga tushib ketdi. Buni olib, chetini yaxshilab mana qorish kerak. Bo'ldi, masala hal. Yangi kalotka alishtirib o'tirishlar shart emas. To'g'ri ustiga borib, to'g'ri taktikalarni qilish kerak, o'zini to'g'ri qo'yish bo'yicha. Aytaman-ku, yangi aporni shart emas. Ichida kalotka bo'lsa, qo'yish shart emas. Buni faqat to'g'ri qo'yish kerak va sal bo'lsa ham ma'lumot bo'lish kerak qanaqa qo'yishdi. Mana shuni olamiz. Yaxshi mana. Mana aytaman-ku, til bo'lgan joylar mana. Shuni qo'yamiz, bo'ldi. Chiylamasdan yurib ketaveradi kalotkalar.
anaqa yo'q, shukarkalar o'tirmayman, boshqa o'tirmayman deb yeng kalotkalar ham alishtirib o'tirmaylar. Chunki apornida muammo bor. O'shaning uchun aporni bilan birga alishtiringlar yoki bitta sloy 0.2 mm buni shlipovka qo'yinglar va eski holatda kalotka qo'yinglar yoki yangi kalotka yangi aporni bilan qo'yinglar. Bo'lmasa ham bo'lmaydi. Shu holatlarga bunda qaraymiz. Mana shart emas buni anaqa qilish, ustiga borish ham shart emas. Uyda shuni damgratib qo'yasizlar. Mana buni yechish ham oson, deb mashina. Yechasizlar, chiylayaptimi, aporni tilida bormi? Bunda qaraysizlar, kalotkani yechsanglar, shu boya ko'rsatganimdek, chetida bunda tirnalgan joy bo'lsa, shukurkani 5000 so'mga olib, yaxshilab chaqlab, yana joyga qo'yib yuboramiz. O'sha narsa mana shu kalotka bir 5-10 ming yana yurib beradi. Pulinglar yoningizda qoladi va to'g'ri ma'lumot o'zingizda bo'ladi. Oxirgi payt ustalar ham to'g'ri ma'lumot bermayapti. Misol oddiy sho'par akalar ham faqat tormozdan gazni bosishni biladi, boshqa hech narsani bilmaydi. Ularga to'g'ri ma'lumot yetkazadigan usta kerak yoki shunaqa tormoz sistema bilan shug'ullanadigan odam kerak. Shu narsani to'g'ri, chiroyli qilib sizlarga o'rgatib o'tmoqchimiz. Tekinga bemalol shuni kirib faqat to'liq ko'rsanglar, o'shanda tormozdagi muammolardan to'liq qutulasiz akalar. Bu narsa batafsil tekin. Bu nimaga olib chiqamiz? O'sha odamlar charchab ketdi tormoz sistemasidan. Oldin bunaqa muammolar bo'lmasdi. Bora mashina ham yengillanib, iqlim yengillanib, aporning kachesvalari har xil bo'lib ketyapti, kalotka kachesvalari har xil bo'lib ketyapti. O'shaning uchun shu videoni qilishga qaror qildik. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz va ishlarimizni yana davom ettiramiz. Kalotka alishtirayotganda sprey qachon va qayerga ishlatiladi deganda mana sizga ko'rsatib o'tamiz. Polni. Mana boya aytgandek, super palesini yechdik, shu orqasiga sepamiz mana. Nagar to'kiladi ichidan mana. Polni ichida musor to'lyapti. Mana amtlariga ko'rasizlar, nagar to'lib ketgan. Mana. Yaxshilab sepamiz. Bu original очиститель. Ko'pchilik korobkaning ichidan chiqadiganlari original emas. Ularni ishlatib o'tirmaslar ham bo'ladi, to'g'risini aytganda. Chunki ular bunaqa nagar to'kib bermaydi. Qo'lidagi sepsanglar ham achishib ketadi. Bunda original yoki original emasligini bilish uchun spreyni bunda qo'lida sepsanglar, qo'lida achishdimi, значит u arzonchi. Mana polni mana shu tagiga sepamiz, mana nagarlar to'kiladi. Mana qaranglar, super po'shinchi nagar anaqa zanglab ketgan. Buni katta maslahatimiz, buni ochib zangini yo'qotish kerak. Bo'lmasa ham bo'lmaydi. Buni ham bundoq qilamiz, mana ichiga sepamiz yaxshilab. Mana. Nagar polni to'kiladi mana. Buni sepdik mana. Hamma joy orqalariga o'tib mana yaxshilab sepamiz. Nagarlar to'kilsin. Bo'ldi. Buni aporni sepib o'tirganlar foydasi yo'q. Endi sepsanglar bo'ladi, faqat bu orasidagi azli kirlar bo'lsa tozalab oladi deyiladi. Atak bunaqa eng kerakli joylari shu mana. Shu joylarga. Mana super shu palesini aytganimdek, ochasizlar. Yaxshilab sepib olasizlar. Mana qaranglar, kir to'kilishini. Keyin bunga latta olamiz mana. Lattada shuni olib bitta artsa toza bo'ladi. Keyin ketidan bunga smaska suramiz. To'g'ri, bir xil ustalar yechadi, ketidan smaska uradi. U narsa xato. Ichi to'la musor bo'ladi, nagar to'lgan bo'ladi, kirib chiqmaydi shu aytganimdek. Keyin buni ketidan smaskani suramiz. Smaskani ochamiz. Mana super o'zi rasmi bilan qilib qo'yilgan. 200-300 kilometr apkatgan ichida shu narsa ham rol o'ynaydi. Nimaga? Tozalab yangi smaskalar surganimizdan keyin bu ham to moslashib olish kerak. Chunki buni tiqqanimizdan keyin yarim smaska bir yoq tarafida, nargisi bu yoq tarafda bo'lib qoladi. Bu to'liq moslash uchun yana o'sha aytganimdek 200-300 kilometr kerak bo'ladi. Faqat kalotka bilan aporni apkatga emas, bunisi ham apkatga bo'lib ketadi ichida. Bular polni to'g'ri smaskalanib olib, to'g'ri kirib chiqishga bo'ladi. Shu 200-300 kilometr ichida g'irillasa, bu normal holat. Chiylasa, bu normal holat. U hammada bo'ladi, chunki hamma narsa to moslashib olguncha. 300 kilometrdan keyin chiylab g'irillasa, kelib yana bitta ochib ko'rsanglar, mashina asarlar yana qurib ketgan yoki yirtilgan bo'lsa, to'g'rilab orasida yoki kalotka haqiqatan zavodskoy brak bo'ladi, akalar.